Assalomu alaykum. Ilhom aka, avvalambor o'yin haqida fikrlaringiz? Assalomu alaykum. Endi bugungi o'yin keladigan bo'lsak, 3 ochkoni qo'ldan boy berdik. Chunki bugun biza uyda ochilish o'yini ikkinchi turida g'alaba qozonishimiz shart edi. Shuncha xavfli vaziyatlar, keyin polzashitniklarimiz, yarim himoyachilarimiz kerakli nuqtalardan uradigan paytda pas berishdi. Bularni ham ko'rib chiqdik. Menimcha 3 ochkoni qo'ldan boy berdik. Raqib jamoasini 1 ochko bilan tabriklayman. Endi hayot to'xtab qolmaydi. Chempionat endi boshlandi. Bu yog'iga ham yana astoydil bo'lamiz. Maqsadimiz bitta, Superligaga chiqish. Rahbariyat faqat shu maqsad qo'ygan. Shu yo'nalishda ishlashda davom etamiz. Ikkinchi taymda hujumda biroz pala-partiyalar kuzatildi. Bugun nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Bu sababi shoshib qoldik o'yinda, chunki tez gol urishni xohladi futbolchilar ham. Vro'ji tajribali o'yinchilar. Baribir o'yinni tizimimizga oldik. Baribir ko'p uzatmalar bilan ishladik. Xavfli va bu uzatmalar bilan ishlaganimizga yarasha xavfli vaziyatlarimiz bo'ldi. O'zimiz ura olmadik. Afsus. Endi bu o'yinni ko'rib chiqib, xulosa qilib, keyingi o'yinga tayyorgarlik qilamiz. Va raqib jamoa Respublika futbol akademiyasining qaysi taraflari sizda ijobiy taassurot qoldirdi? Respublika akademiyasiga keladigan bo'lsak, bolalarni bilardik. Yurki, Bystroy ligini yosh bolalar, hammasi 18, 19 yosh, 17 yoshli bolalar o'ynashdi. Yaxshi o'yin ko'rsatishdi, o'zlarining tezliklari bilan. Yana bir marta aytaman, yaxshi taassurot qoldirdi. Murabbiysi ham yaxshi tajribali murabbiy, bekor sborniylarda ishlamagan. Himoyani yorib o'tdik-ku, afsuski gol ura olmadik. Himoyani yorib o'tdik, ura olmadik. Shu. Ilhom aka, keyingi turdagi Qiziriq jamoasi bilan o'yin haqida tayyorgarliklar. Qiziriq jamoasiga keladigan bo'lsak, u jamoa bilan hozir uyda qabul qilamiz. 3-turni ham uyda qabul qilamiz. Endi shu o'yinga jamoa qanaqaligini hali bilmaymiz. O'yinini ko'rib chiqamiz. Yangi jamoa deb o'ylayman uni ham. Hozirgi kunda Pro Ligada oson o'yinlarning o'zi yo'q, lekin bu klubga ham jiddiy tayyorgarlik qilib, faqat g'alaba uchun chiqamiz. Boshqa yo'limiz yo'q bizda. Sog' bo'ling.